Didahi kitobining 2-bobi, 2-amr taqiqlangan og'ir gunohlar. Ta'limotning 2-amri: qotillik qilma, zino qilma, yosh bolalarning nomusiga tajovuz qilma. Bu yerda yosh bolalar bilan jinsiy aloqa qilish haqida gapiriladi va shuning uchun bu pedofiliya yoki pederastiya deyiladigan gunohlar bor, shularni ham shu amrga tegishli bo'ladi. Shaloqlik qilma, o'g'irlama, sehrgarlik qilma, jodugarlik qilma, homilani abort qilib o'ldirma, hamda tug'ilganni o'ldirma, qo'shningni narsalariga orzu-havas qilma, qasam ichma, yolg'on guvohlik berma, yomonlab g'iybat qilib gapirma, gina saqlama, ikkiyuzlamachi bo'lma, yolg'onchi bo'lma yoki ikki tilli deb aslida yozilgan. Chunki ikki tilli bo'lish o'lim tuzog'idir. Ya'ni ikki tilli deganda bir safar bitta narsani gapirib, boshqa safar boshqa narsani gapiradigan odamlarga gapiriladi. Ikki tillik so'zing yolg'on yoki quruq bo'lmasin, balki amalda bajarilsin. Ya'ni so'zing deb turib deyapti. G'arazgo'y, ochko'z, ikkiyuzlamachi, yovuz niyatli yoki kekkaygan bo'lma. Qo'shningga qarshi yomon niyat qilma. Hech kimdan nafratlanma. Biroq ba'zilarga tanbeh ber, ba'zilar uchun duo qil, yana ba'zilarini esa joningdan ko'proq sevgin. Biz esa shu bobdagi yozilgan narsalarni, kalomga bog'liqlik joylarini, o'sha oyatlarni o'qib beraman. 2-raqamda qotillik qilma, zino qilma deganda chiqish 20-bob, 13-14 u yerda qotillik qilmang, zino qilmang deb yozilgan. O'g'irlama degan joyda chiqish 20-bob 15-oyatga ishora qilingan, u yerda ham o'g'rilik qilmang deb yozilgan. Qo'shningni narsalariga orzu-havas qilma degan joyda chiqish 20-bob 17-oyatga ishora qilinadi. Qo'shningizning uyiga ko'z oylaytirmang. Qo'shningizning xotini, quli yoki cho'risi, moli yoxud eshagi, unga qarashli biror narsasiga ko'z olaytirmang. Qasam ichma degan joyda esa Matto 5-bob 34-oyatga ishora qilinadi. Bu yerda lekin men sizlarga aytaman, umuman qasam ichmanglar, osmon haqi deya qasam ichmanglar, chunki osmon Xudoning taxtidir deb yozilgan. Yolg'on guvohlik berma degan joyda chiqish 20-bob 16-oyatga ishora qilinadi. U yerda qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang deb yozilgan. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qandaydir fikrlaringiz, savolingiz bo'lsa, izoh yozib qoldiring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling va bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali shu videoni va kanalimdagi boshqa videolarni o'rtoqlaringiz bilan va boshqa mazhiy birodar opalar bilan bo'lishsangiz bo'ladi. Shu yerda esa hammangizga Xudoning tinchligini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.